Endi xo'jayinim bolalarimga umuman ko'chada ximikatlar olib bermaydilar. Chunki ularga ko'chadagi 100 ta shirinlikni o'rnini bosadigan juda yam oson shokoladni kartoshkali tayyorlab berdim. Bu uchun tuxum bilan shakar oppoq qilib penka qilib ko'pirtirib olamiz. Ustidan sut va o'simlik yog'ini solib, bitta mikserlab, un, kakao va razriq glitserli solib yaxshilab aralashtirib tashlaymiz va eng oxirida qaynoq suvni quyib, silliq holga kelguncha aralashtirib, listga qo'yib, 180 gradusda 15-20 daqiqa davomida pishirib olamiz. Pishgan biskvitimizni sovutib, chopperda maydalab olamiz. Shunaqa berch bo'lib qolgan biskvitim ham bor edi, oldingi kundan uni ham chopperda maydalab qo'shib yubordim. Endi bunga 2 xil sifatli zgushonkalardan solamiz. Aynan shu Alexeyevskaya firmasining zgushonkasidan olsangiz, hech ham adashmagan bo'lasiz. Endi ularni 20 daqiqaga morozilkaga qo'yib turamiz. Bu orada shokolad bilan o'simlik yog'imizni har 10 sekundda aralashtirib, shokoladlarimizni to'liq qilib eritib olamiz. Endi har bitta kartoshkamizga chop tiqib, shunaqa shokoladga botirib, ustilarini xohishga ko'ra bezatib olamiz. Nimadan qancha solganimni video tagida opisiyaniyada yozib qoldiraman. Siz ham albatta bolachalaringizga shundan tayyorlab berib ko'ring. Aniq bilaman, bu shokoladni kartoshkalar ularning eng sevimli shirinligiga aylanadi.